Xo'p, hammaga salom bo'ldi. Demak, sizlar bilan bugun Nister Pro skalperimizni o'sha umumiy 1 yillik bek testini real bozorda qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa bek testini ko'rib chiqamiz. Bu realmi, demomi farqi yo'q. Bir xil ishlaydi. Demak, hozir ko'radigan bo'lsak, xo'p, demak 2025-yil mobaynida 2026-yil, ya'ni shu kungacha, ya'ni bugungacha bo'lgan vaqt oralig'ida biza hozir o'sha $100 balans bilan birga 2000 plecho kredit yelkasi bilan shu narsani ko'rib chiqamiz. Bunda asosiy kerakli narsasi nima? Asosiy o'sha kredit yelkasi, ya'ni yo'q, spread demoqchi edim. Spread demoqchiman. Spreadni bizga mana bunaqa bo'ladigan bo'lsa, misol spreadimiz kichkina bo'lishi kerak. Iloji boricha spread kichkina bo'lsa zo'r, chunki limit bo'ladi. Bilsanglar, misol narx bo'ladigan bo'lsa, mana ikkita chiziq bo'ladi, pastdagi solish kerak limitni. Mana bunaqa turgan bo'lsa, qaranglar. Mana bunaqa turgan bo'lsa, bunisi emasda, birinchisi bu brokerni nimasi, foydasi, ya'ni brokerni topadigan daromadi, qiladigan foydasi bu oradagi spread. Bunisi уже bizani asl narximiz. O'sha asl narx o'sha joyga, ya'ni pastdagisi keladigan bo'lsa, limit aktivlashadi. O'shani inobatga olsak, minimal darajada spread kichkina bo'lsa zo'r ekanni. Xo'p, demak, bolalar ko'radigan bo'lsak, mana $100 balans bor bizda. Demak, hozir 2025-yil 24-iyulda turibdi narximiz va balansimiz $100. Bu joyda daily foydasi, ya'ni kunlik foyda, oylik foyda, umumiy balansni ko'rsatib bergan. Hozir startni bosaman, o'sha joyda birgalikda ishlashni ko'rib chiqamiz bolalar. Xo'p, bolalar, demak start berdim. Eng maksimum tezlikda. Xo'p, daily foydasi или oylik foyda va kun общий foyda ko'rsatib bergan mana bu joyda. Mana bu joyda 8-oy, demak hozir 22-kuni, 25-kuni shunaqa davom etyapti. Mana hozir ko'radigan bo'lsak. Demak, hozir общий $95 foyda qildi. Oyiga $55 plyus qilib qo'ygan. Misol $100 balansga. Yaxshi joy kelsa, yaxshi foyda qilib beradi. Misol ishlashiga ham bog'liqda. Misol hozir ko'raylik, o'sha umumiy bek testini keyin analiz qilib chiqamiz o'zimiz. Kunlik $31 plyus qilib qo'yapti, ko'rgan bo'lsanglar. Yaxshi paytda yaxshi foyda qilib beryapti. Tinch bo'lgan paytda umuman foyda bilan yangi oyga o'tdi. Qaranglar, $27 plyusda oylikni hisoblab beryapti bizga endi. Kunlik 0 hozircha 11-oy ketyapti. Demak, kunlik $6 plyusda yopdi, $9 plyusda yopdi. 2 kun, sol 3-kun mana $31 plyusda yopib berdi. Xo'p, umumiy oynikini hisoblab beryapti. $110 15 kun ichida topgan. Qaranglar endi. 19, 20-kun, 21-kun. Xo'p, 25-kun, 26,
27, 28-kun $230 plyus qilib qo'ydi. 11-oy. $230. Bir oy davomida $230 plyus qilib qo'ydi. 12-oy dekabrni ko'ramiz. Xo'p, 8 kun ichida bizga $33 plyus qilib qo'ydi mana. 9 kun ichida $51. 10 kun ichida mana 11 kun ichida $100 plyus qilib qo'ydi mana 11 kun ichida. Xo'p, oylik bizga muhim, chunki oyiga bizga yaxshi rezultat qilib bersa bo'ldi. Xo'p. Demak, 22-kuni $150 plyus qilib qo'ydi. 23, 24, 26, 29 da hop bizga 30, $180, 31, $192 foyda qilib berdi. $200 foyda qilib berdi. Bittasida to'xtatib hisoblab chiqsanglar bo'ladi. Misol, mana 7 kun ichida $56 plyus qilib qo'ydi. Oyligini bizga muhimi oylik. O'sha oylikda $200, $250 o'sha atrofida bizga qilib beryapti. Ну, atak rezultat bo'lmadi. Bunaqasi basha ideal degani. Juda risk unaqa katta emas-da, mana o'chirib qo'yapti. O'zi o'chirib, yoqib, stop loss teklari alohida. Mana 20 kun ichida $155 plyus qilib qo'ydi mana 21 kun ichida. 22-kun, 23-kun. Xo'p, 26-kun mana 27-kun, 28-kun $245 qilib qo'ygan. 29, $250, 268, pashta $270, ya'ni $300 mana plyus qilib qo'ydi bir oy davomida. Endi oyliklarini o'zingiz nima qilib, ko'rib chiqib, analiz qilib, qanchadan savdo qilgani, qancha plyus qilganlarini o'zingiz ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, umumiy foyda hozir 2-oy ketyapti, ya'ni fevral 2026 ni fevral ketyapti. Bir oy davomida mana $30, 9 kun ichida, 10 kun ichida $62 plyus qilib qo'ydi misol. Xo'p, 11-kunni $94. Hop. 16, 17 kun ichida bolalar bizga $135 plyus qilib qo'ydi. 166, 170. To'g'ri, minus qilgan joylari ham bor, lekin minusda juda ayyorona harakat qilib, juda kichkina pipsda yopib yuboryapti. Xo'p, mana $300 pashta 2-oyda. $300 edi adashmasam, ko'rmay qoldim. To'xtatib har oyni mana monthly degani, monthly. Shuni ko'rib chiqsanglar, umumiy nimasi kelib chiqadi. 9 kun ichida mana $53. $70 10 kun ichida. 10 kun ichida. Xo'p, misol ulaysiz-da, bo'ldi. Buni o'zi ishlayveradi. Misol $100 bilan mana umumiy bir yil qancha foyda qilib berganini o'zi ko'rib chiqamiz-da o'zimiz ham. Xo'p, demak 23-kun ketyapti. $200 pribel qilib berdi bizga. 24-kuni $200 emas, 182. Xo'p. Bunda ko'pchilik ana shu narsani kuta olmaydi-da. O'sha uchun serverga yo'lab berib, xo'p, demak 27-kuni $245 bizga, ya'ni bir oy davomida $245 ishlab berdi bo'ldi. 276 ekan. 340 bir oy davomida $340 plyus qilib berdi bizga. Qaysidir oylar 200, qaysidir oylar 340, 300 dan baland, xuddi shunaqa narsa bo'lib turgan ekan o'zi. Xo'p, 4-oyni ko'radigan bo'lsak, 9 kun ichida $120 plyus berdi bizga.
Hop, 16 kun ichida $140. Hop, demak yozmani ko'rmayapti. Bir oy davomida demak $216, $245 bizga belgi qilib berdi. 245, 29-kun ketyapti. Hozir $274, 30-kun. Va 200 qancha dedim? Hop, bizga foyda qilib berdi. Demak, $100 8 kun ichida. $140 12 kun ichida, 13 kun. Hop, 5-oy ketyapti. Hozir umumiy 1 yil davomida hozir umumiy analizlarni hammasini ko'rib chiqamiz, tahlil qilamiz hozir bektas. Hop, 5-oyda $274 plyus qilgan. 5-oyda. O'sha, короче, $200 dan $400 oralig'ida savdo qilib berar ekan. Hop, 6-oy ketyapti, ya'ni o'tgan oy. O'sha 26ni polniy bektas qo'yamiz. 26-chi. Demak, 15 kun ichida videomiz cho'zilib ketgan bo'lsa ham farqi yo'q, lekin bizga muhimi rezultat. Hozir rezultatni qanaqa ishlashini bilishimiz kerak-da o'zimiz. O'shanga bo'lib kesmasdan, boshqa qilmasdan, ana o'qiyapman. To'xtatmasdan ko'rib chiqyapmiz-da. Xo'p, 26-kun $328, 29-kun mana $338, 338 adashmasam pribel qilib berdi. O'tgan oy. Mana shu oyga o'tdi mana. Shu oyni rezultatlari endi. Boru idealda, misol uncha-munchaga minus qilmagan, qaranglar. Bitta ham minus qilmagan. Minus qilsa ham juda kichkina. Xo'p. Demak, 22-sanaga kelib qoldik. Tugadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Robotimizning ishlashini ko'rdinglar. Mana $100 balans bilan istoriyani ko'radigan bo'lsak, mana hech narsa o'zgartirilmagan, hech narsa. Hammasi o'zi avtomatik ochib, o'zi hammasini kontrol qilgan, qachon stop loss olgan, qachon ani o'qigan, jurnalni ko'radigan bo'lsak ham. Demak, umumiy 1 yil mobaynida, ya'ni 1 yil vaqt ichida bizga $100 dan $2800 pribel qilib berdi. 1 yil vaqt davomida. Xo'p, buni 2800 ni misol hozir biz agar bo'ladigan bo'lsak, oyga, misol 2800 bo'lamiz, misol 12 oyga bo'ladigan bo'lsak, shunda har oy to'g'ri bizga teng bo'ladigan bo'lsak, $250-230 aylanar ekan. Har oy $250 degani bu. Stabil $250. Всё, boshqa hech narsa emas. Har oy 250. Umumiy 1 yilligini oladigan bo'lsak, bizga bu ideal. Misol bitta akkaunt emas, ikkita akkauntga ulab qo'ysa bo'ladi. Xuddi shunaqa 3 ta akkauntga ulab qo'ysa bo'ladi. Unda keyin rezultatlar yaxshi bo'ladi. 2x ga ko'paytiramiz buni. Va почти $500 biza o'sha ana o'qigan narsamizga, misol Toshkentda uyimiz bor.